Yig'ilish qatnashchilari mana biza Biznes rivojlantirish banki mahalla tadbirkorlikka yo'naltirish bo'yicha kreditlarimizni ta'rif qilib aytib beramiz hammaga. Biznesga birinchi qadam kreditlarimiz bor. 24%dan 17 million so'mgacha ajratiladi. Keyin mahalla loyihasi kreditimiz bor. 24% ayollarga, 25% erkaklarga 60 million so'mgacha ajratiladi. Muddati 3 yil. Xohlasangiz 6 oy imtiyozli davr bilan ajratib bersak bo'ladi. Undan keyin mahallada biznes kreditlarimiz bor. Kimdir tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib yurgan bo'lsa, YTT yuridik korxonaga ajratsak bo'ladi. Uni ham tartib xuddi shunaqa 3 yil muddatga 60 million so'mgacha 24-25% dan ajratiladi. Keyin 312 bo'yicha kreditlarimiz bor. 312 20% dan ajratiladi. 5 yil muddatga aylanma uchun 18 oy muddatga beriladi. Keyin